Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya va Ukraina 193 ga 193 formatida asirlar almashdi. Boysundagi neft saqlanadigan hovuzlarni sel yuvib ketdi. Hormuzda yana taranglik. Eron portlovchi katerlari AQShni xavotirga solmoqda. UzAuto Motors Cobaltga shartnoma ochilishini e'lon qildi. Pokiston va Afg'oniston o'rtasida nizo kuchaydi. 22 nafar jangari yo'q qilindi. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezdagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vulkan ham sinalgan ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Rossiya va Ukraina 193 ga 193 formatida asirlar almashdi. Rossiya va Ukraina aprel oyi ichida ikkinchi marta asirlar almashdi. Amaliyot natijasida har ikki tomondan 193 nafardan harbiy xizmatchi o'z yurtiga qaytarildi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib RBK xabar berdi. Asirlarni qaytarish jarayonida Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh vositachilik qildi. Rossiya Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rossiyalik harbiylar hozirda Belarus hududida bo'lib turibdi. U yerda ularga psixologik va tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Keyinchalik barcha harbiylar davolanish va reabilitatsiya uchun Rossiyaga olib ketiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham asirlar almashilganini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga qurolli kuchlar harbiy xizmatchilari, Milliy gvardiya va politsiya xodimlari qaytarilgan. Asirlar almashuvining oldingi bosqichi 2 hafta oldin Pasxa bayram arafasida bo'lib o'tgan. O'shanda har ikki tomonda 175 nafardan asir qaytarilgan. Harbiylardan tashqari har ikki tomon 7 nafardan tinch aholi vakillarini ham almashgan. Rossiyaga Kursk viloyatining Sudja tumanidan bo'lgan oxirgi guruh 5 ayol va 2 erkak qaytarilgandi. Asirlar qaytarilishidan 2 kun avval Rossiya va Ukraina halok bo'lgan askarlarning jasadlarini ham almashgan. Davlat Dumasi deputati Shamsail Saraliyevning RBK nashriga ma'lum qilishicha, Ukraina tomoniga 1000 nafar halok bo'lgan askar jasadi topshirilgan. Rossiya tomoniga esa 41 nafar harbiyning jasadi qaytarilgan. Boysundagi neft saqlanadigan hovuzlarni sel yuvib ketdi. Bu haqda Suv xo'jaligi vazirligi matbuot kotibi Shuhrat Suyunov xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Boysun tumani Kofrun mahallasidan oqib o'tuvchi Xangaransoy soyi oqim bo'ylab chap tomonida neft saqlanadigan vaqtinchalik hovuzlar bo'lgan. Ushbu hovuzlar burg'ulash chog'ida yer yuzasiga chiqqan neft xomashyosi soyga oqib ketishining oldini olish maqsadida joriy yil yanvar-fevral oylarida Erel kompaniyasi tomonidan tuproqdan damba qilish yo'li bilan barpo etilgan. Ularda to'plangan neft maxsus texnikalar yordamida tashib ketilgan. 23 aprel kuni Boysun tumanida ro'y bergan kuchli yog'ingarchilik tufayli Xangaransoy soyida suv ko'payib vaqtinchalik dambalardan sel toshqin suvlari toshib o'tgan. Oqibatda neft aralashgan suv Bandixon tumani hududidan oqib o'tuvchi Bandixon soyga, u orqali Qumqo'rg'on tumanida oqib o'tuvchi Surxondaryo daryosiga qo'yilgan. Shu kunning o'zida Kofrun mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Xangaransoy soyidagi bir nechta hovuz dambalari Erel kompaniyasi tomonidan tiklangan hamda suvga neft oqib chiqishi to'liq bartaraf qilingan. Uyingizga yangi ko'rinish bermoqchimisiz? Biz sizga ishonchli va sifatli travertin xizmatini taklif qilamiz. Kvadrat metri atiga $10 dan, usta haqi, material, tiyagasi, lisasi hammasi ichida. Changloy muammo emas, oson yuviladi. 10-15 yil xizmat qiladi. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga xizmat qilamiz. Kerak bo'lsa qo'shni Tojikistonga ham chiqamiz. Telegram, WhatsApp doimo aloqada. Hoziroq ushbu raqamlarga bog'laning. Hormuzda yana taranglik. Eron portlovchi katerlari AQShni xavotirga solmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning Hormuz bo'g'ozida mina o'rnatayotgan har qanday Eron kemalarini yo'q qilish haqidagi buyrug'i Tehronning asimetrik javobiga duch keldi. Harbiy ekspert Yuriy Knutov aytishicha, an'anaviy minalardan tashqari Eronda AQSh kemalarini falaj holatga keltirishga qodir zamonaviy qurollar ham yetarli ekanini ta'kidladi. Avvalroq Amerika rahbari o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida mamlakat harbiy dengiz kuchlaridan ikkilanmasdan harakat qilishni talab qilgan edi. Shu bilan birga ushbu faoliyatni davom ettirishni, lekin uni 3 barobar kuchaytirishni buyuraman deb yozdi Tramp. Biroq Knutov ta'kidlashicha, Tehron bugun faqat klassik to'siqlarga tayanmayapti. Bunday minalarga qarshi harbiy dengizchilar tral kemalari va kuzatuvchilar yordamida kurashishga o'rgangan.
Asosiy xavf AQSh uchun yuqori texnologiyali dronlardan kelmoqda. Mening fikrimcha eng xavfli qurollar bu ekipajsiz suv yuzida suzuvchi qayiqlar bo'lib, Eronda ulardan yetarlicha bor. Ular kemalarga urilib shu yo'l bilan zarar yetkazadi. Xuddi shu prinsip bo'yicha suvosti dronlar ham ishlaydi. Ular taxminan 10 metr chuqurlikda bir necha soat davomida harakatlana oladi. Ancha masofani bosib o'tadi. Ular kema shovqiniga yo'naltiriladi va portlab ketadi, deya tushuntirdi ekspert. Bundan tashqari Knutov Islom inqilobi qo'riqchilari korpusida kichik raketali katerlar ham mavjudligini aytdi. Bu Moskit floti kemalariga qarshi raketalar bilan jihozlangan bo'lib, AQSh harbiy kemalari, konteyner tashuvchi kemalar va tankerlar uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ekspert fikriga ko'ra, ushbu vositalar majmuasi Eronga qarshi turish imkonini beradi. Eron davlat sifatida mavjud ekan, u Hormuz bo'g'ozini uzoq vaqt davomida blokada qilishga qodir, deya xulosa qildi Knutov. UzAuto Motors Cobalt'ga shartnoma ochilishini e'lon qildi. UzAuto Motors kompaniyasi Chevrolet Cobalt avtomobillari uchun onlayn kontraktatsiya boshlanishini e'lon qildi. Bu haqda kompaniya axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Cobalt'ga bo'lgan yuqori talab hamda mijozlardan kelib tushayotgan ko'plab murojaatlar inobatga olinib, kontraktatsiya jarayoni barcha komplektatsiyalar uchun ochiladi. 2026-yil 28-aprel kuni soat 10:00 dan boshlab barcha mijozlar uchun onlayn shartnomalar ochiladi. Avtomobil xarid qilish uchun shartnomani UzAuto Savdo.uz sayti orqali rasmiylashtirish yoki yaqin hududdagi Chevrolet rasmiy dilerlik markazlariga murojaat qilish mumkin. Shuningdek, Telegram bot va UzAuto Savdo mobil ilovasi orqali navbatni kuzatish hamda mavjud avtomobillar haqida tezkor ma'lumot olish imkoniyati yaratilgan. Kompaniya tuzilgan shartnomalar bo'yicha to'lov 7 kalendar kun ichida amalga oshirilishi lozimligini eslatdi. Bundan tashqari shartnomalarda maxsus QR kod bo'lishi shartligi qayd etildi. Ushbu kod hujjatning haqiqiyligini tasdiqlaydi. QR kodsiz shartnomalar UzAuto Motors va rasmiy dilerlarga aloqador emasligi bildirildi. Pokiston va Afg'oniston o'rtasida nizo kuchaydi. 22 nafar jangari yo'q qilindi. Pokiston xavfsizlik kuchlari 21-aprel kuni Xayber Paxtunxva provinsiyasining Xayber tumanida o'tkazilgan to'qnashuvlarda 22 nafar jangarini otib o'ldirdi. Otishma vaqtida o'rtada qolgan yosh bola ham vafot etdi. Bu haqda The Dawn xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, xavfsizlik kuchlari va huquq-tartibot idoralari hamkorligida terrorchilarga qarshi harbiy amaliyot o'tkazilgan. Xaybar tumani Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lib, amaliyot davomida shiddatli otishma sodir bo'lgan. Otishma oqibatida 10 yoshli bola halok bo'lgan. Bosh vazir Shahboz Sharif o'z bayonotida terrorchilar tomonidan ochilgan asossiz o't ochish oqibatida bolaning shahid bo'lganidan qayg'uda ekanini bildirdi. Harbiy bayonotda aytilishicha, amaliyot davomida Fitna al-Havorij guruhiga mansub 22 nafar jangari yo'q qilingan. Pokiston rasmiylari mamlakatda taqiqlangan tahrikiy Tolibon Pokiston a'zolariga nisbatan aynan shu atamani qo'llaydi. Jangarilar yo'q qilingan joydan ko'plab qurol-yarog' va o'q-dorilar topilgan. Ushbu shaxslar hududda ko'plab teraktlarni amalga oshirishda faol ishtirok etib kelgan.